Hayotda yasharkanmiz har doim sinalamiz. Yo bizni sinashadi, yo biz sinaymiz. Yo hayotning o'zi insonlarning bir-biriga kimligini bildirib qo'yadi. Bir jamoa bilan bir joyga yo'lga chiqasiz, do'stlar bilan safar davomida kimni nimaga qodirligini, yaxshi yoki yomonligini, to'g'ri, egri, hammasini tushunib yetasiz. Vaqt kerak bo'ladi. Va qarorlar berasiz. Shu odamlar bilanmi davom etaman, bu odamlar sizmi davom etaman kelajakda. Bir ish bo'lsin, boshqa bo'lsin, bu siyosatda ham, iqtisodda ham, hamma narsada, o'zaro munosabatlarda ham, hatto oilada ham. Shu bilan davom etamanmi, bular bilan davom etmaymanmi deb qarorlar berishga to'g'ri keladi. Bir latifa sifat nima aytib beraman. O'rdaklar bir ko'lda yasharkanda, ko'lni rasvo qilib yuborishibdi, sasib ketibdi ko'l. Yana o'sha ko'lni sasitgan o'rdaklar ko'lni sassiqligidan norozi bo'lib bosh ko'tarib, o'rdaklarning boshlig'ini o'ldirishdi. Va o'zlariga yangi boshliq tayinlashibdi. Yangi boshliq bir ikkita xufiya o'rdakni chaqiribdi-da, shpionni. Bir debdi, uchib debdi, atrofda qaranglarchi debdi, balki yangi bir ko'llar paydo bo'lib qolgandir. Agar yangi ko'l paydo bo'lgan bo'lsa, hammamiz yo'q ko'chamiz. Bu ko'lni tozalashning imkoni yo'q, dabdala debdi. Ikkitasi uchib ketibdi, oradan vaqt o'tgandan keyin qaytib kelishibdi, aytibdi, hukmdorim debdi, tepada, tog'ning tepasida yangi ko'l paydo bo'libdi debdi. Top toza ziloltay ko'rinib turibdi, baliqlar suzib yuribdi, bir go'zal debdi. O'sha yoqqa ko'chamizmi debdi. O'rdaklarni yig' bo'lmasa bir majlis qilaylik, ularni ham bir fikrini olgan bo'laylik deb hammasini yig'ib, hurmatli o'rdaklar, bu ko'lda dabdalasini chiqardik, yashab bo'lmay qoldi. Hamma hidlanib sasib ketdi bu ko'l. Lekin tog' tepasida yangi ko'l paydo bo'libdi. Ko'chamizmi, ko'chmaymizmi? Hammasi ko'chamiz deb tasmaya qo'lni ko'tarib, mumkinmi debdi. Gapirmasa, kechirasiz, bu orqamizni yuvib boramizmi, shunday ketaveramizmi degan ekan. Tushundingizmi? Bir ishga